Здесь интересно, что mana eski qasr 1729-yilda barpo qilingan ekan, istoriyasi yozilgan turibdi. Ichkariga kirdik. Inshaalloh ekskursiya qilib bu mana oldin soldatlar turgan joylari. Qiziq bo'lsa, подписка, like bosishni unutmaymiz. Zo'r tarifi yo'q, o'shaning uchun indirilib olinsa uzr so'rayman. Ichkari bo'lingan chasti. Mana bu tomon yangi ko'rinish remont bo'lgani. Bu tomon qanaqa holatda bo'lsa o'sha eski holatdagi qasr. Bir 1729-yil qurilgan qasr ekan.